Assalomu alaykum aziz meni doimiy ravishda kanalimni kuzatib, poddesh qilib kelayotgan aziz qadrdonlar. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilab, do'stlar, hozirgi paytda eng ommalashayotgan uy qurish sistemasi. Qanaqa uy? Odamlar oldin baland uylar qilgan, hozir unaqa uylardan zerikdi odamlar. Hozir faqat mana shunaqa pastdagina yashashga qulay, juda ham chiroyli uylar qilinyapti. Shuning uchun sizlarga yashashga qulay, shunaqa chiroyli, yaxshi uyda nech pul g'ish urishiga nech pul ketishi, betoniga hamda tomlariga nech pul ketishini sizlarga qisqacha xudo xolasa yoritib bermoqchiman. Ana o'shandan keyin tunuka fonlarini o'zimizga aytsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib tunuka fonlarini ham qilib beramiz do'stlar. Bizni ko'pchilik taniydi, biladi. Biz mutaxassisligimiz faqat tunuka fonchilik. Buni endi qo'ldan kelgancha faqat sizlarga, musofirdagi aka-ukalarimizga nech pul ketish haqida yoritib berishga harakat qilyapmiz. Xullas, qadrdonlar, birinchi o'rinda eng alinaqa betondan boshlasak, betoniga do'stlar, bu xonadonimizga juda ham kichkina qilib bir 50 beton qilganmiz, o'zimiz yashashimiz uchun juda ham qulay qilib. Xo'p, bu yerda xullas bu joyimizda hammom, tualet hamda kuxna hamda bitta xona qilganmiz do'stlar. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Haqiqatda pastdagina yashashga qulay holatda bo'lgan. Xo'p, betonimizga taxminan $1000 atrofida pul ketgan do'stlar. Bu taxminan endi haligi sizlarga plus minus o'zingizlar iqliminglardan kelib chiqib turib, narx navosini chiqarasizlar. G'ishiga esa do'stlar 17 million so'mga g'ish olingan bo'lsa, do'stlar 9 million so'mga usta xizmati bo'lgan. Shu g'ishlarni chiroyli qilib urishib bergan usta akalarimiz. Bizga 17,5 ming atrofida g'ish ketgan. G'ishni narxi endi o'zingizlarda bozoringlarda narxga solishtirib olasizlar. Taxminan 1000 so'm, 1100 so'm atrofida bu g'ish kelib tushgan pishig'ishimiz. Rishtondan kelgan, adashmasam xudo xolasa, juda ham haqiqatda zo'r g'ish ekan. Sho'rlashi nisbatan boshqa g'ishlarga kam. Xullas 17 millionga g'ish olingan, 9 million so'mga urilgan. Shun bilan do'stlar, g'ishimiz urilib bo'lib bitdi. Endi tomiga o'tamiz. Tovini sal mana uyimizga moslab turib, o'zim to'g'rilab olaman, ijoltimi. Mana uyimizga moslab turib, men ko'rsatayman mana bu. Mana bu uyimizga moslab turib, bir xilda qilib balandroq qilganmiz. O'zi отдельный qiladigan bo'lsangiz, bunaqa darajada baland qilish shart emas. Xo'p, do'stlar, endi nech pul ketdi shipir tom yopishiga? Bu joyda tom yopishiga do'stlar, bizning material o'zimizda bor bo'lganligi uchun materiallarni hisoblamadik. Endi hammani ham uyda terapiyalar bo'lishi mumkin. Faqat reka olganmiz. Bu yerga endi taxminan do'stlar reka 200 metr atrofida taxminan reka ishlatilgan. 70 dona shipir ishlatilgan. Shipirimizning narxi 50 ming so'mdan desangiz, 3,5 million so'm shipir bo'lsa, 3,5 million so'm tom yopish xizmati bo'lsa, общий holatda 7 million so'm bo'lyapti. Mix siqlari bilan $600 atrofida ketyapti. Endi buni taxtalarini taxminan taxtalariga bir $500-600 ga olsangiz bo'ladi bozordan. Endi $600 ga shipirimiz bo'layotgan bo'lsa, $600 ga taxtasini oling. Endi biz o'zimiz olganmiz. Shuning uchun sizga aniq summa sifri bilan aytmayapman. $1300 bo'lyapti. Xo'p, $1000 betoni bo'lsa, $2000 g'ishi bo'lsa, $3000, $4300 atrofida mana shu joyimiz. Qo'yingki, zardivol, pardivol shulari bilan hozir mashq holatda $5000 atrofiga xullas turibdi do'stlar. Kim xonadon mana shunaqa go'zal, pastdagina yashashga qulay qilib shunaqa xonadon qilmoqchi bo'lsa, bemalol mana $5000 da ajratib ishni boshlab olsa bo'laveradi. Lekin endi buni undan tashqari yana rasxodlari ko'p. Uni endi sekin-sekin pulni topib qilaverasiz. Agar videomiz kimgadir manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, shunaqa pastdagi yashashga qulay qilib yashaydigan uy qilmoqchi bo'lgan tanishinglarga albatta jo'natib qo'yasizlar. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, biz ham haqqimizga duo qilib, kommentariyada iliq fikringizni qoldirib ketasizlar. Hammalaringga rahmat deb